Davlatimiz rahbar raisligida uy-joy qurilishi va urbanizatsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlar, mavjud muammolar va kelgusidagi ustuvor vazifalar yuzasidan o'tkazilgan video selektor yig'ilishida qurilish tizimi bugungi o'zgarishlarga qanchalik mos, soha rahbarlari zamon talab qilayotgan tezkorlik va sifat bo'yicha mas'uliyatni his qilyaptimi? Uy-joy qurilishida seysmologiya va zilzilabardoshlik bo'yicha xavflarni inobatga olmoqdami degan masalada savollar ko'pligi qayd etildi. Qurilish sifati va nazorat masalalari tanqidiy muhokama qilindi. Texnik yoki mualliflik nazoratchisi mas'ul bo'lgan obyektda qo'pol qoidabuzarlik aniqlansa, pudratchi bilan birga nazoratchilarga ham qat'iy chora ko'rilishi, loyihachining shaffof qurilishdagi reytingi pasaytirilishi belgilanib, bu boradagi ishlar yuzasidan nazoratni kuchaytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Shundan kelib chiqib, viloyat hududiy qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi mutaxassislari tomonidan Buvayda tumanining Yangiqo'rg'on mahalla fuqarolar yig'ini Kelajak ko'chasida bunyod qilinayotgan ko'p qavatli turar joy binosida amalga oshirilayotgan ishlar monitoring qilindi. Ushbu obyektda inspeksiya tomonidan navbatdagi nazorat tadbirlari olib borildi. O'rganish davomida bir qator qoidabuzarliklarga yo'l qo'yilganligi aniqlandi. Binoning birinchi qavatida perimetri bo'ylab vaqtinchalik himoya to'sig'i bilan to'silmaganligi, qurilish atrofi qurilish chiqindilaridan tozalanmaganligi, shuningdek birinchi qavatidagi orayopma plitalari maxsus sementli qorishma bilan to'ldirilmaganligi aniqlandi. Ushbu holat yuzasidan qurilish qatnashchilariga bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi hamda ijrosini ta'minlash nazoratga olindi. Ma'lum qilishlaricha, muqaddam bu yerda 2 qavatli ma'nan eskirgan turar joy bo'lgan. Renovatsiya dasturi asosida bino buzilib, o'rnida ko'p qavatli uy-joy qurilyapti. Mutaxassislar tomonidan obyektning seysmologiya va zilzilabardoshlik bo'yicha holati o'rganildi. Qurilish materiallarining sifati ko'zdan kechirildi. Maqsad aholini har tomonlama qulay, shinam va mustahkam qurilgan uylarga bo'lgan ehtiyojini qondirishdir. Bu kabi nazorat tadbirlari viloyatimizning boshqa hududlarida ham davom ettirilmoqda.